Assalomu alaykum. Imron Cake kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan juda mazali, ko'pchilikning sevimli shirinligi bo'lgan ekler pirojnoylarini tayyorlaymiz. Pirojnoylarimizni tayyorlash uchun kerakli bo'lgan mahsulotlarni hammasini video tagida to'liq yozib qoldiraman. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Videomiz sizlarga foydali bo'lsa, like bosish yodingizdan chiqmasin. Demak, bizga 2 stakan kerak bo'ladi. Bir xil stakanda 2 stakan un va 2 stakan suv kerak bo'ladi. Qozonchaga suvni solamiz. 1 choy qoshiq to'ldirmasdan tuz va 3 choy qoshiq shakar solamiz. 250 gram sariyog' qo'shamiz. Endi gazga, o'rta olovga qaynagunicha qo'yamiz. Sariyog'imiz tezroq erishi uchun aralashtirib turamiz. Olovimiz juda ham baland yoki juda ham past bo'lmasligi kerak. Demak, o'rta olovga qo'yib, sariyog'imizni eritib oldik. Biroz qaynab chiqishni boshlashi bilan unni qo'shamiz. Un oldindan elib olingan 2 stakanda un qo'shamiz va olovimizni o'chirmasdan yaxshilab aralashtiramiz. Unlar yaxshilab aralashib ketishi kerak. Orasida komochkalar qolmasligi kerak. Mana yaxshilab aralashtirib oldik. Endi xamirimizni gazdan olamiz va tezroq sovishi uchun boshqa idishga olib qo'yamiz. Ya'ni xamirni biroz iliqroq holatga kelgunicha sovutib olamiz. Xona haroratida 15-10 daqiqa atrofida tursa yetarli. Mana xamirimiz biroz iliqroq holatga keldi. Endi unga bitta-bittadan tuxumni qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Tuxumni albatta bitta-bittadan qo'shish kerak. Chunki xamirimizni quyuq suyuqligini orientir olishimiz uchun. Men bu xamirga 6 ta tuxum ishlatdim. Sizda ham 6 ta yoki 7 ta tuxum ketishi mumkin. Albatta tuxumni katta yoki kichikligiga qarab va unning qanchalik suyuqlikni ko'tarish darajasiga qarab tuxumimiz biroz ko'proq yoki biroz kamroq ketishi mumkin. Har bir tuxumni chaqqanimizda yaxshilab aralashtirishimiz kerak. Tuxum butunlay xamirga singib ketishi kerak. Ya'ni eklerni xamirini tayyorlaganimizda xamiri juda ham suyuq yoki juda ham quyuq bo'lib qolmasligi kerak. Agar xamir juda ham suyuq bo'lsa, o'zini shaklini yo'qotib va ko'tarilishi biroz qiyinroq bo'lishi mumkin. Agar xamir juda ham quyuq bo'lsa, nasotkadan chiqarish juda ham qiyin bo'ladi. Demak, mana 6-chi tuxumni soldim. Yaxshilab aralashtirib, xamirini ko'ramiz. Xamir juda ham yopishqoq va elastik bo'ladi. Ya'ni cho'ziluvchan bo'ladi. Demak, xamirimiz tayyor bo'ldi.
Endi konditer qopchasiga xohlagan nasotkamizni qo'yib, xamirni solamiz. Xamirni orasidagi havolarini iloji boricha chiqarib tashlaymiz. Bu eklerlarimizni chiqarganda chiroyli bir xilda chiqishini ta'minlaydi. Listga pergament qog'oz qo'yamiz. Qog'oz joyidan siljimasligi uchun to'rtta tomonidan biroz xamir bilan listga yopishtirib qo'ydim. Duxovkamizni esa albatta oldindan 200 darajada qizdirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi xamirimizni chiqarib olamiz. Xohlasangiz bundan kattaroq, xohlasangiz uzunchoq shaklda chiqarishingiz mumkin. Men biroz kichikroq va dumaloq shaklda chiqardim. Bu xamirdan bemalol 2-2,5 list ekler chiqadi. Endi qo'limizni biroz suvga botirib, eklerlarga shakl berib chiqamiz, ya'ni yumaloq shakl hosil qilamiz. Xamir qo'limizga yopishmasligi uchun suvga botirib olamiz. Demak, eklerlarimiz pishish uchun tayyor. Oldindan qizdirilgan duxovkada 200 darajada qizdirilgan duxovkada 15 daqiqa davomida pishiramiz. 15 daqiqada ekler yaxshilab ko'tariladi va ustlari biroz sarg'ish rangga kiradi. 15 daqiqadan keyin gradusni sekinlik bilan 180-170 darajagacha tushiramiz va yana 15-20 daqiqa davomida pishiramiz. Pishirish jarayonida duxovka eshigini ochmasligingizni maslahat beraman, chunki hali ko'tarilishga pishishga ulgurmagan eklerlar o'tirib qolishi mumkin va keyin ko'tarilishi qiyin bo'lishi mumkin. Eklerlarimiz pishib chiqdi. Eklerlarni sovutgach, uni selofan paketga solib, muzxonaga solib qo'yishingiz mumkin va xohlagan vaqtingizda olib kremlashingiz ham mumkin. Eklerlarni olib, xona haroratida biroz yumshatasiz va orasiga xohlagan kremingizni qilib olishingiz mumkin. Demak, bu tayyorlagan eklerlarimni yarmiga krem tayyorlayman, yarmini muzxonaga olib qo'yaman, kerak bo'lganda olib ishlatish uchun. Xohlagan kremingizdan foydalanishingiz mumkin. Bu safar qaymoqli kremdan foydalandim. 400 gramm qaymoqqa 200 gramm zgushonkani qo'shib mikserlab olamiz, krem holatiga keltiramiz. Zavarnoy krem yoki belkovый kremdan ham bemalol ekler uchun foydalansangiz bo'ladi. Kremimiz tayyor bo'ldi. Endi ekler uchun maxsus nasadka bor. Eklerni ichiga krem solish bu nasadkada juda ham oson, faqat bunda kremni biroz suyuqroq tayyorlash kerak bo'ladi, chunki uchi ingichka bo'lganligi uchun krem chiqishiga biroz qiynalishi mumkin. Agar bo'lsa shu nasadkada, bo'lmasa oddiy xohlagan nasadkangizda krem solishingiz mumkin eklerni ichiga. Mana bitta porsiya xamirdan shuncha ekler chiqdi. Lekin buni hammasini kremlamayman. Oralarini ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli, juda ham o'xshab pishib chiqadi. Endi eklerlarimizga navbat bilan krem solib chiqamiz. Bu nasadkada krem solish juda ham qulay. Eklerni yonini kesmagan holatda nasadkani o'zi bilan kremni solishingiz mumkin. Va yana bir variant, eklerni yonini pichoq bilan kesib biroz ochib olamiz va unga xohlagan nasadkani qo'yib krem chiqarib olamiz.
Eklerlarimizni shu holatda kremlab olgach, muzlatgichga 2 soatga qo'yamiz va bemalol dasturxonga tortishimiz mumkin. Judayam mazali eklerlarimiz tayyor bo'ldi. Albatta, shu retsept asosida tayyorlab ko'ring. Videomiz sizlarga foydali bo'lsa, layk bosish yodingizdan chiqmasin. Izohlarda albatta fikrlaringizni kutib qolamiz. Telegram kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Telegram kanalimizga ham ulanib oling. Telegram kanalimiz linki videodagida yozib qoldirilgan. Sizlarga cheksiz hurmat bilan Ummu Imran Cake. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. E'tiboringiz uchun tashakkur.